Bu rasmga qarang. Milliy dasturxon, osh, somsa, kabob va oddiy choy. Muhit juda samimiy va tabiiy. İnsanlar qalbdan kulishmoqda. Endi bu rasmga qarang. Milliy va aralash taomlar, sun'iy yorug'lik va sahnalashtirilgan kulgular bilan to'lgan. E'tibor markazida baribir sovuq ichimlik, globallashuv va marketing bozori. Nima uchun biz Coca-Cola ichmasak o'zimizni baxtsiz his qilishimiz kerak? Dasturxonimizda Coca-Cola bo'lmasa, nima, bu oila saodatli emasmi? Qo'shtirnoq ichida Coca-Cola'ni o'ziga status qilganlarni yaxshilab eshitsin. Yoki ularning mahsulotlarini arzonlashtirilgan yoki aksiyalarda xor bo'lib sotishganini ko'rganmisiz? Ularning reklamasi doim oddiy va bizni milliy taomlar oldida reklama qilib va tarqatiladi. Xulosa shundaki, kola ichishni hech kimga man qila olmaymiz. Lekin biz o'z qadriyatlarimizni va qadrimizni o'rgana olamiz. Agar biz o'z qadriyatlarimizni shakllantirsak, Coca-Cola o'z-o'zidan bizning qadriyatlarga to'g'ri kelmay qoladi.